Assalomu alaykum, a'lo chorani hurmatli obunachilari, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, kuzatuvchilari. Xudo xolasa bugungi 5 bosh zo'rlardan, bo'g'ozlardan hamma tanigan, hamma bilgan Alisher akamlarning xonadoniga yetib kelganmiz. Shu yerda 5 bosh bo'g'ozimiz bor. Xudo xolasa hammasini bo'g'ozlarga garantiya berib, O'zbekiston bo'ylab yetkazib beradi. Vodiy bo'ylab dastavkasi ekan. Xudo xolasa aloqa qilsanglar ko'plar taniydi, tanimaganlar bo'lsa, xudo xolasa mana shu videodan keyin tanib olasizlar. O'rta Osiyoda nomer 1 Alisher Fayz bo'lib taxallusi bilan tanilgan. Xudo xolasa mollarning sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Sementali gibrid pachkalaridan bor, shvedlardan bor, xudo xolasa hammasi bo'g'oz. Shvedimiz usti ham bor ekan. Xunajin deganga xunajin bo'g'oz. O'zimiz mesni mollardan so'raganlarga mana bulardan ham bor. Xudo xolasa hammasini chiroyli qilib, narxlarini aytib, avzorlarni qilib beraveramiz. Xudo xolasa yo'qsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Vodiy bo'ylab tekin O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda bo'lmasam boshlayveramiz. Xudo xolasa like bosib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, har kuni video chiqarib berishga harakat qilyapmiz. Iloji boricha kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Qani bo'lmasa Alisher akaning o'zidan avzorlarni ma'lumotlarini so'rab, sekin avzorni boshlaymiz. Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Charchamang. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha zo'r yaxshi mollarimiz bor. Bir qator obunachilarga ilindik. Alloh chorvaga baraka. Mana boshlaymiz birinchisidan. Mana ko'ringlar. Mana ma'dani. Yurakchi 6 ta, 7 oylik. Qora malikasidan ekanda. Ha. 6 kuray, necha oylik? 6 kuray, 7 oylik bo'g'oz. 7 oylik bo'g'oz. Molimiz yeb ishlari hamma yo'q uzun. Bo'ylariga 1.25, 22, 23 ga olaversin. 1.20 pilisiga olaversin, ha. Kuratishi 25, 28 ham chiqadi, xudo xolasa. Hozir metr topamiz, metrlar buncha kegini. Metrlarni ham hisob beryapmiz. Xudo xolasa aytilgan razmerlarda yetib boradi. 26 ekan. 1 aytdim. 25 ga olaversin. 25 ga olaverasizlar. Molda degan joylari yeb ichishiga o'ta zo'r. Mana ko'ring, oxirlarni tozalab qo'ygan. Hammasi sifati zo'r. Kallalari, yo'qlari hamma yo'q. Kallar, xudo xolasa. Stakan tuyog'idan kallalari chiroylilardan, orqa ketlari ham baland. Xudo xolasa to'rva yelinlari ham to'rtta joyda. Xunajin bir qator tarbiyaladi. Yuvoshligi yuvosh, lekin ichida o'tkayapti odam bor. Ammo kameradan ham ozgina qo'rqyapti shekilli. Xudo xolasa yoshligidan behijolat ozgina endi mo'kkan. Puligachi buni. Nech pul? Talashmaydigan, tortishmaydigan joyiga aytaman. Bo'ldi, yengilak. 22 million 700 mingga O'zbekistonning istalgan joyiga jo'natamiz. O'zbekiston bo'ylab qilib beraveramiz. Qilib beraveramiz. Ana, O'zbekiston bo'ylab ham ketaverar ekan. Ana. Hojona hojota aka-uka, opa-singillarimiz bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xudo xolasa go'zal sigir bo'ladi. Go'zal. 22 million nechmi? degan. 22 million 800 mingga 22 million 800 ming. O'zbekistonning istalgan joyiga jo'natamiz. Ana. O'zimiz mesni mol Shvedga chatishgan. Mana. Go'zalidan xudo xolasa zo'r sigir bo'ladi bu ham. Endi ikkinchi molimiz. Ikkinchi molimiz ham ajoyib to'nda ekan. Mana. Orqasida tutalari oq, to'rayam to'rtta joyda. Necha? 25 ekan buni. 1.25. 22, 23 ga 1.20 pilisiga olaversa, monoga qaraganda jinde pastroq ekan. Bo'laveradi. Ana shu kamroqachi iloji boricha borganda xursand bo'lib qoladi. Yuvoshliklariga kelsa, mana yuvoshligi yuvosh. Pisi berarkanda. 6 ta buniki ham. Kurachi 6 ta. Ochlisa ochaman, bo'lmasa, asha tildan chiqqani ochmay qo'ying, borganda ko'raveradi ashta. Amalda bor, tildan chiqqani amalda bo'ladi, xudo xolasa. Bu Alisher akamiz gapi yeriga Qora targ'il deydimi, ko'k targ'il deydimi? Vodiyda yagona svet. bo'ldi. Buni narxiga nech pul Alisher aka? 1 millionga urib qo'ydirilgan bu mol. Ha. Bizni uyimizda bir 2 oydan beri turibdi. Pulini yengilroq beramiz. Bo'ldi, ayting. Beyo buni ham 22 million 700 mingga telefon qilaversin. O'zbekiston bo'ylab. Yetkazib beramiz, qaytga bo'lsa. Gap yo'q lekin bunaqa gavdali, bunaqa
nima sifatdagi yosh mollar. Kiyik Bunaqa narxlar kamdan kam chiqadi. Bekarga Alisher Fayz O'rta Osiyoda nomer 1 emas, arzonchi haqiqatda. Mana shu videodan keyin tanimaganlar arzonchi deb tanib olasizlar, xudo xolasa. Molimiz ikkalasi ham sifatli, zo'r narxda bo'ldi. Iloji bo'lsa jupasini Alisher aka. Jup olganga kelishtirib beramiz. Jup olganga yana ham kelishtirib beradi. Telefon qilsanglar, xudo xolasa aytilgan baholar muhim emas. Mana Najim bo'g'oz so'raganlarga mana Najim bo'g'oz. Mana Qodirxonda ostida deysizlarmi? bu Bo'ylarini o'lcha desangiz 1.35 chiqadi. Yengilroq aytaveraman. o'lchab ko'ring, hali birinchisi ekan. Kuragi ham chiqmagan shekilli. Mana shu oldi oyog'idan o'lchang. Bo'yi 1.28 ekan, 25 ga olaversin ha. bo'laveradi. Mana shu kamroq aytsangiz borganda oldidan ham, orqadan ham bo'ladi. Orqadan 30 ham chiqadi. 25 ga olaversin, kuratishi yo'q albatta. Oyni Endi choy- ikkita bo'lyapti. Xudo xolasa molimiz 20 kunlarda tug'voradi. bu yaqinidan ekan. Yaqinidan zo'ridan. Yuvosh bo'lsa, 15 yillik sizga mayli olaman. uyundan chiqarmasdan mazaqisiga qilib sog'ib ichaman deganlarga. Zo'r deganlariga Xudo xolasa. Chandirlari akalar Chandirlar to'rayelning zo'r. 4 ta joyda. Fermadan Gap chiqqan bu molimiz. 3-molimiz endi. Ha, 3-molimiz. Orqa ketlari baland. O'zi hammasini sifatlari zo'r, orqa ketlari baland. Yaxshi sifatdagi mollar ekan. Bunisi nech pul Alisher aka? Bunisigami? Bunisini 40 million desak ham bo'laveradi o'zi asli. Endi o'ziga qarab Yo'q, aytavering. Xudo xolasa, novosti bo'lsa 45 millionga ham oladi. Endi sotaman deb olmanglar, sigir qilib bir 10 yil 10 ta bolasini olaman deb olsin. To'ppa-to'g'ri. Bu molni qo'ldan chiqarmaslik kerak. Zo'r, sifati zo'r, zo'r mol. Do'zadan kirganini biladi, bir 10 yildan keyin qassobga beraveradi. Bo'lmasa o'rtalar yeb to'planib turib shambalik qilish boradi inasi. Ama 18 ta bolasini olgandan keyinda Bo'ldi, nech pul? Yaqin qilib ayting. 40 million 35 million yo'q, men hazillashdim. 35 ham yo'q ana. 31 millionga telefon qilaversin. O'zbekiston bo'ylab ham bo'laveradi. Gap yo'q. Bu ham zo'r narx bo'ldi. Xunajinga mana ko'rib turibsizlar. Endi mana sementalga shved gibrid deysizlarmi? O'ta gigantidan mollarning orqalari pachkasidan. Endi bularga yetib keldi. Alisher aka, to'g'risi mollarning narxi zo'r bo'lib kelyapti. Bilsangiz, Elyor akam talashib ketadi. Bu aytilmadi. Yengiroq tushib bering. Necha qimmatga o'xshaydi? Ozgina. O'ziga ozgina narxi yarashmayapti-da. Yo'q, bizim mollar, agar maslar shved bo'lsa 48 million 50 million qo'yilyapti, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Hech bo'lmasa 45 million qo'yilyapti. Endi xudo biladi, buning ichida ham shvedi bordir, balki bunga o'xshagan semental novot rangidan bordir. Mol zo'r 30 million 500 qilib berasiz, 500 o'tib berasiz. Obunachilarga. Obunachilarga hech bichkami Bu biz obunachilar yangida obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolasa o'zimiz uyda Alisher akam uyda Alisher akam ham amakivachchan bo'ladi, xudo xolasa bularni xonadonida yaxshi mollar sizlar uchun chiqarib beraveramiz. Mana 4-molimizmi? Sementalga shved gibrid islam. shved deyapsiz. Shved desa shved. Ha. Semental desa semental deymiz. Kuratishi 6 ta albatta. Sirg'alari bor, fermadan chiqqan mollarga 5 oy 5,5 oyga beraveramiz. 6 oylik 5 oyga olaverasizlar. 5 oyga Mana olaversin. chandirlari Oyini hech buncha nima qilmaslik. 5 oyga olaversin. Lekin molimiz 6 oy chiqadi. Bilgan tekkizib olsin. Chandirlarni yelinlari ham rosa sog'ishlarga iloji bo'lsa apparatga soqsa ham 25 ta 30 talik 25 ta sut o'ynab kulib beradi. O'z mol bilinib ham turibdi. Molimiz bir 2 oylardan beri boqyapmiz buni. Molni lekin mana shu giganti filni boshlanish ekanda. Unchasiga orzu bu mol. Ortiqcha maqtash emas, lekin mol o'ta gigant zo'r mol. Ha. 5 oylik bo'g'oz. Bo'ylarini o'lchamaydi mana shuni. Bo'yi nima? Getirdi, qayga qo'ydim. Mana bitta. Bo'yni 30 ga 25 ga olsin. Ya bu katta mol. Bitta o'lchab ko'ring. Bo'ylarini misol uylardagi molilarga xohlasanglar nima
mo'ljallab olaylik, masalan, devorga bunday metr qo'yib turib ko'rib olsanglar, moldan chiqmasin deb olasizlar. 30 ga olursin. 30 ga olursin ana. 28 ga olsa ham mayli. Mol lekin o'ta Polvonmi? orqalari keng. Liniyalari bor. Mana makka shunday nardani qo'yib, Ham bir kishi bu tomonga, bir kishi bu tarafga qo'yib, bemalol nardini o'tirsa bo'laveradi. ekan. Qo'ysa tumalasa bu yerda ko'rsin. Telefon ham ko'p bo'lyapti, chunki ko'p mol chiqaradi, pastga har kun chiqarib beradi. Mana shu biz kanalga ham to'g'ri qo'yib turaman. Ha, oltita o'zi kalalari ham o'sha haqini aytib turibdi. Oltiray. Ikkinchisi Hozir ikkinchisi ekan-da. Rossiya emblemalari turibdi. Bizning O'zbekistonda uz bo'ladi yoki to'rttalik nomer bo'ladi-da. Mana bunda bilmayman, qator nomeri ko'p buni. chetdan kirganda Rossiya ana shuning uchun gapga ham ozgina kiraman. Telefon bo'lib turibdi, xudo xohlasa videodan keyin javob qo'yaradi. Pulga gaplashaylik. 48 million desak yarashaveradi. Unaqa pulda aytmaymiz lekin. Yo'q, men 50-60 aytasiz deb o'yladim. Yo'q. Kimdir olsa, mashina oldi. 80 millionga sigir qilib sotib olsa. O'zi Xudo xohlasa bo'ladi. 30 millionlik kamida bitta novosha bo'laveradi. Buni achib tutsa ham 25 millionlik. Buni ichidagi ham 10-15 millionlik mol emasda, 25 million, 30 millionlik mol tushadi. Xona ajin tutsa ham novosha endi vaqt ochilib ketadi. 80-90 millionlik sigir olib ketadi mol. Chunki 25-30 millionlik kamida novos tug'adi, 3000 dollarlik novos tug'adi. Endi xonajin tutsa ham aytyapman 2000 dollarga ko'zini yumib oladi. To'ppa-to'g'ri. Narxi nech pul? 60 million, 70 millionga mendan olganlar sotib olsa. Menda 38. Baraka topsin. Undan ham kam bor. 38 million? 37 millionga vodiy bo'ylab yetkazib 37 million? 37 millionga yetkazib beradi. Gapi Lekin yo'q. molni vaqti giganti. Men 50-60 millionlik mol bo'lsa kerak deb kirganda ashtam o'lchaldim, lekin gapi yo'q. 37 million 6 yurak. Mendan nech pul 40 millionni kutdinglar, to'g'rimi? 40 million. Rosa kam bo'lsa, eng kamini hisoblashgan Arzon bo'lsa. qo'ygani ham 45 million qo'yadi bu molni. Eng arzon qo'ygani. To'ppa-to'g'ri. Endi bizga yengilroq kelgan, endi pastga dehqonchilikda gap. 37 millionga vodiy bo'ylab yetib boraveradi. Qayeri bo'lsa. Vodiy bo'ylab O'zbekiston bo'ylab. Vohalarga ham jo'natamiz. O'zbekiston bo'ylab ham qilib beraveradi. 37 millionga olinglar. Xudo xohlasa bitta bolasini olsanglar, mol bekarga qolib ketadi. Xonajin tuqqan taqdirda ham oxirgi mana o'ta zo'r shoh. Shvedni dahshatidan. Mindirib ko'rayman shu molda. Minib ko'rsam ko'taradi meni. Molni suti ham bor shekilli. Molni 10 litr suti bor. 10 litr suti bor. 8 litrga beraveray. Endi 10 litr desam alik. O'sha sutdan chiqyapti shekilli. 35 ta 30 ta sut beradi, yangi tuqqanida. Beradi. Katta mol. Chandrlar yelinlari ham aytib turibdi o'zi. 27-iyunda ertaga kelsa 5 oyga to'ladi. 5 oyga to'ladi. Holatiga 10 litr suti bor, 8 taga beraman men. Kuraychi 6 ta. Ko'rsatmayapti, rostdan 6 tamkin demasin. Mollarimiz Borganda ko'ra olaveradi. Tildan chiqqani amalda bor. Xudo xolasa 6 ta. Shanba olsa video qilib tashlab beramiz. Mana uni sog'inlariga o'ta ham gap yo'q. Yuvoshliklari yuvosh mana. Chandrlari ham o'ta bo'lak ekan. Chiqishlari ham mana zo'r. Maza hisoblasizlar, qo'lga udobniy ekan. Yedirib olganim yo'qda, mana endi hozir yediraman, to'ralasin sog' beraman. Ha. Chiqishlari gap yo'q ekan. Ancha-munchasini granatda bunaqa suv chiqmaydi. Xudo xolasa maza hisobga ichadigan ekan. 45 millionni kutgandir obunachilar buncha maqtuldan keyin. Buni ham 37,5 millionga vodiy bo'ylab O'zbekiston bo'ylab 37 million, 37 millionga. 500 ming. Ha. Gapi yo'q ekan. Vobshe mol o'ta ikkalasini 50-55 milliondan kutgandim, lekin gapi yo'q, zo'r narx qo'yib berdi. Xudo xolasa aloqaga chiqib qolasizlar. Qiziqqanlarga zotli shved xona ajin bor ekan. 11 million 500 mingmi? 11 million 500 ming. Dastlabkasi ichida. Sigirni ko'rsating, xonadonlar. Mana, shved sigiri. 10 litr, 12 litr suti bor. Bu bir hafta 4 kun, 5 kun. Bola novoz. Uchinchisi 6 kura 8 ta to'lgan yo'q hali. Narxi nech pul? Hozir 10 ta 12 ta sut sog'yapmiz. Narxini o'zimiz kelishib olamiz 45 million.
45 million kami bor. Kelishaverasizlar. E'tiborlar uchun rahmat. Ketgan vaqtinglarga rozi bo'lasizlar. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar.